Taraddumda tanishgan kari sopalarim bilan har safar uchrashganimizda pulni kim to'laydi bilasizlarmi? Bu safar uchrashganimizda shu pulni orqasidan ikkitasi bir-biri bilan urushib qoldi. Kari tilini 100% tushunsangiz ham juda ham qiyin. Qaynonam tuxumli ramen pishirib berdi. Obedga. Kecha guruch yegandik shunga. Obedga ramen yedi. Wow. Ramyonni tayyorlashga sразу yeyish kerak, bo'lmasam ramyoniga o'tda pishib ketsa shirin bo'lmaydi. Ozgina turib qolgan ramyonni vermishli g'alati bo'ladi, bemaza. Shunga pishirishga sразу yeyish kerak, qaynoqligida. Pulni bir kishi to'laydi, har kuni bitta topa to'laydi. Keyin ertasi kuni bizga jo'natadi, shunchadan jo'natsanglar bo'ladi kartamga deb. Keyin biz uni jo'nataveramiz. Hech qachon hammamiz har xil to'lamaymiz. Hammamiz alohida to'lamaymiz. Masalan, kofe shopga borsak ham, ovqat yegan borsak ham alohida to'lamaymiz. Bitta odam to'laydi. Keyin o'sha odamga hammamiz keyin qaytarib beramiz. Lekin kecha o'tgan safar uchrashganimizda boshqa kals opam to'lavardi o'ziga. Kofe olmoqchida o'ziga to'lavardi. Keyin o'sha o'zi to'laydigan opamiz borda. Keyin aytdi, nimaga men to'layman-ku, nimaga sen to'lavarding? Bilasanmi, men matematikada yo'qman, nimaga to'laysan deb urushib ketyapti. 6000 lik kofega jinni bo'lib qolma. Koreyada hamma joyda masalan pul bilan hal bo'ladigan joylarda sразу berish kerak. Bu kishidan qarzingiz bormi, shu kunga beraman dedingizmi, o'sha kunga точно berishingiz kerak. Lekin qarzga bermaydi. Qarzga olmaydi, shunaqa ekan. Qaynonam ham shunaqa dedi. Hech kimdan qarz olma, hech kimga qarz berma dedilar. Shunga bir-biri bilan tortishib qoluvdi. Keyingi safar qachon uchrashamiz deb kelishib turuvdik. Meni vaqtim yo'q dedi. Men kela olmayman dedi.